Assalomu alaykum safar yurgan vatandoshlar. Moskva Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha komfortabilni davlatimiz tomonidan qo'yilgan avtobuslarimiz kirib keldi yurtdoshlar. Mana Xudo xolasa bugun 2026-yil 30-mart haftaning dushanba kuni yurtdoshlar. Sankt-Peterburg viloyatida yurgan vatandoshlarimiz ham через Moskva shunday komfortabilni avtobuslarimizni ketsanglar bo'laveradi yurtdoshlar. Moskva metro Kacheniki avtovokzallargacha prямо Sobraximga qarab kirib boradigan avtobuslarimiz yurtdoshlar. Yolg'on yashiri yo'q, mana Xudo xolasa ekranlarda shaxsiy nomerlar bo'ladi. Qandaydir o'zingizlarga tegishli savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilib, o'zingizlarga kerakli ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi yurtdoshlar. Sankt-Peterburg viloyatida yurgan vatandoshlarimiz ham через Moskva ketsanglar bo'laveradi vatanga Xudo xolasa. Moskva Toshkent Moskva metro Kacheniki avtovokzalidan prямо Sobraximga qarab chiqib ketadigan avtobuslarimiz.